Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi avtomobilimizni topshirishni boshladik. Lakni bo'lsamiz, xullas bilet olamiz, omad sinab ko'ramiz. Kutib o'tirgani foydasi yo'q. Xullas navbatdagi inson siz bo'lasiz. Ya'ni bizning oldimizga kelasiz, puli bo'lsa pul, avtomobil bo'lsa avtomobil olib ketasiz. Akam bo'lasiz kanaldan. Demak, o'zimizni shogird kanaldan Glawniy priz yutib olgan inson mana Buxorolik akamiz keldilar. Buxoroga o'zimizning mashina olib keldik. Demak, aziz do'stlar, e'tiborli bo'linglar. Malibu Excel'ni yutib olgan insonimiz. Hozir mana so'raymiz, qanday emotsiya beryapti bu avtomobil. Mana avtomobilni keldilar, ko'rdilar. Hozir men bu kishiga aytganman, mana puli bo'lsa pul, mashina bo'lsa mashina hozir beramiz. Keling aka, birinchi sizni tanishtirib o'taylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimi? Kameraga qarab qo'rqmay gapiraverasiz. Akam bo'lasiz kanalda. Qanday, ishonchli ekanmi yo'qmi? Ishonchli akajon, men kutmagan edim. Harakat qildik. Buxoroning qayerdansiz? G'ijduvondanman. G'ijduvondansiz. G'ijduvonliklar bormisizlar? Excel, Malibuni ko'rdingiz. O'sha videoga qo'yilgan avtomobilmi? O'sha. Mashinani ko'rdingiz, haydab ko'rdingiz. Avtomobil qanday ekan satsangiz? Satsanavachi bomba aka. Avtomobilni prosta qaranglar. Birinchi keldilar, ko'rdilar, o'zlarining avtomobillari bor ekan. Mana biz aytdik, mana mashinani ko'ring. Akam aytibdilar, yaqinga to'y deyaptilar. Yaqinga uylanar ekanlar, xudo xohlasa to'ylarga ham xizmatga bo'laylik, yaqinga to'y dedilar. Biz ana qo'ydik mana. Ana puli. Mana bu STSK, mana bu kalit. Shu uchun kutib o'tirgan foydasi yo'q. Tez bilet olamiz, ana shuni bizning oldimizga kelamiz, Glawniy prizdan yutib ketaveramiz aziz do'stlar. Mana aka, mashina, mana puli. Ko'nglingizdan chiqarib, mana bilasiz o'yinga 20 mingta, 15 mingta odamlar qatnashadi. Mana 200 rubl evaziga mana omad sinab ko'rdingiz. Bu o'yin endi aziz do'stlar, qanday desam endi, kimdir 5 ta oladi, kimdir 10 ta oladi, kimdir 100 ta bilet oladi, kimdir bitta bilet olib mana Glawniy priz yutib ketishi mumkin. Shu uchun yutqazganlarga ko'nglingizdan chiqarib o'yin oxiriga nechta sovg'a bilet ochasiz? 400 ta ochaman aka. 400 ta. 400 ta. Aka 400 dona mana sovg'a bilet. Ya'ni bu degani navbatdagi turimizga 400 kishiga, ya'ni priz chiqmaganlar borku, mana shu mana Malibu Excel'dan kim bilet olgan bo'lsa, 400 ta insonga xudo xohlasa sovg'a bilet prosta tarqatamiz. Chunki majbur qilganimiz yo'q 600 ta, 700 ta deb, chunki Glawniy priz yutib olasiz. Kim xohlasa mana keldingizmi bu dafa yangi turimizga BMW qo'yiladimi, Tahoe qo'yiladimi, Mercedes qo'yiladimi, Captiva qo'yiladimi, kelasiz. Ko'nglingizdan chiqarib padarishni bilet ochsangiz ochasiz, bo'lmasa ochmasangiz ham farqi yo'q. Majburi yo'q. Ya'ni Glawniy priz sizniki. Xohlasangiz ochasiz, xohlasangiz ochmaysiz. Bu yo'q aziz do'stlar, omadga bog'liq. Aka, omad bering, pulni oling. Mana pul bo'lsa pul, mashina bo'lsa mashina. Yaqinroq kelamiz atrofga. Akajon, endi to'g'risini aytsam, to'yni qilish kerak. To'y. Pul. Endi bu yoq to'y. Pul. Buxoroning G'ijduvoni aziz do'stlar. Nima deyapti? Akam bilasiz, kanalga obuna bo'lamiz, omad sinab ko'ramiz. Barchani omadini bersin. Endi bir taassurotlarni podpischilarga, yutganlarga, yutqazganlarga endi bir ozgina. Endi aytamiz, katta rahmat shu o'yinni tashkil qilganlarga. Mana emotsiya vobshe zo'r, nima deyishni bilmayman hozir. To'g'ri, silim ham aylanmay qolibdi. Pul sana olmaysizmi aka? Yo'q, ishonaman sizlarga. Mana Gap yo'q. shuncha harakat Moskvadan qildik. keldilar o'zlari. Harakat qildik, mana yetqirdi, mana nasib bo'lsa endi bu yog'i to'y. To'y. Aka endi uncha Podpischilarga omad tilaymiz. Xudo xohlasa to'ylarga mana xizmatga chiroyli qilib harakat qilamiz. Tanishdik, o'zimizda yaqinroq ekanlar. Yana videolarni chiqaramiz, xudo xohlasa to'ylarini. Endi hammani omadini bersin. Aziz do'stlar, endi yutishga, yutqazishga rozi bo'lgan holatda navbatdagi turlarimizga bilet olib, oilaviy byudjetga zarar yetkazmagan holatda bilet olib omad sinab ko'ramiz. Akam bilasiz kanalga demak omad tilaymiz. Sizlarga ham xudo xohlasa nasib qilsa ana shunaqa avtomobillarni yutib olib, bizlardan kelib avtomobillarni olib ketish, ya'ni sizlardan avtomobilni olib ketish, bizlardan ya'ni tarqatish. Barchani omadini bersin. Ana shunday pullar, prizlar hammaga nasib qilsin. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi kunga ko'rishgungacha. Qani bo'lmasa endi ketdik. Katta rahmat.